Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga Andijonda ajoyib Giyonur deb nomlangan ayollar va bolalar salomatlik markazi ochilayotganini aytib o'tmoqchiman. 10-avgust kuni Asaka yo'li Gulshan degan joyda, bu bizning manzilimiz. Zilola to'yxonasi bor bizning manzilimiz yonida. Kelib 10-avgust kuni ochilish marosimimizda ishtirok etib, bepulga tashxis qo'ydirib ketsanglar bo'ladi. Chunki u kuni ustozlar keladi va biz ochilish marosimimizda ishtirok etib, sizga barcha kerakli bo'lgan maslahatlarni berishib, sizdagi kasalliklarni aniqlashga yordam beradi. Agarda siz ham bizni manzilimizga kelmoqchi bo'lsangiz, ya'ni salomatlik markazimizga kelmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizga o'tib olinglar. U yerda sizlarga yangiliklarni aytib turamiz va barcha qilgan muolajalarimizni Instagram sahifamizga ham joylab turamiz. Biz rasmiy ish faoliyatini boshladik. Albatta ishlarimiz barokatli bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlar har doim like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.